Amaliy imtihonda sizga kerak bo'ladigan 4 ta eng asosiy fishkalarni bitta videoda jamladik. Videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun albatta manfaatli bo'ladi. Birinchi fishkamiz stop chizig'ida hech qanaqa jarima ballarsiz 1 metr masofani to'g'ri o'lchab to'xtash. Buning uchun chap bokoyimizning pastki qismida ushbu stop chizig'i sal ko'ringanda chap yelkamiz avtomobil eshigiga yaqinlashgan holatda bokovoy tagiga qaraganimizda oq chiziq ko'rinsa, mana shu holatda to'xtaymiz. Mana e'tibor beramiz. To'xtaymiz. Mana 1 metr masofada to'xtadik. Hech qanaqa jarima balarsiz. Ikkinchi fishkamiz ham stop chizig'ida, ya'ni chorrahalada 1 metr masofani o'lchab to'xtash. Yaxshilab e'tibor beramiz, chorrahaladagi stop chizig'ida bu yerda bizda chiziq yo'ligi sababli biz qanaqa hisobga olamiz 1 metr masofani? Mana peshixod turibdi, piyodalar yo'lagini avtomobil torpedasi shuni yopganda to'xtasa, mana shu holatda to'xtasa 1 metr ideal to'xtagan bo'lamiz. Bo'yi balandlik uchun ozgina qoldirasizlar, bo'yi pastlar polностью yopgandan keyin to'xtasanglar 1 metr ideal masofa olib to'xtaysizlar. Uchinchi fishkamiz xavfli burilish mashqida, chorrahalarda yoki burilishlarda nazorat chizig'ini bosmasdan to'xtash, ya'ni nazorat chiziqlarini bosmaslik uchun mana yaxshilab e'tibor beramiz. O'ng tomonga burilmoqchi bo'lsak, o'ng bokovoyimiz mana shu chiziqqa burchagiga to'g'ri kelganda rulni oxirigacha o'ng tomonga burib olamiz. Xuddi shu holatda agar chap tomonga burilmoqchi bo'lsangiz ham, chap tomondagi bokovoyingiz o'sha burchaga to'g'ri kelganda burilsangiz, hech qanaqa nazorat chiziqlarini bosmasdan to'g'ri mashqlarni bajarib ketasiz. To'rtinchi fishkamiz orqa parkovka mashqini ideal bajarish uchun chap bokovoyimizga yaxshilab e'tibor beramiz. Mana chap bokovoyimizdagi orqa balon mana shu parkovkani burchagiga to'g'ri keldi. Yaxshilab e'tibor beringlar. To'g'ri kelganda to'xtasanglar, bu yoqdagi oldidagi nazorat chizig'idan ham o'tib ketmagan bo'lasizlar. Mana bu yoqda ham oldingizda masofa turibdi. Bosmagansiz chizig'i. Maksimal darajada mana shuni to'xtab bersanglar, xuddi shu holatda mashinaga o'tiramiz. Avtomobil uzatmasini orqaga olamiz. Bushnoy tushiramiz va rulimizni chap tomonga oxirigacha burib, bokovoylarga qaragan holatda orqaga yurishni davom ettiramiz mana. Yaxshilab e'tibor beringlar, bokovoylarga yaxshilab e'tibor beringlar. O'ng bokovoyda ham chap bokovoyda ham. Endi mana avtomobil yo'liga to'g'ri bo'lganda rulni 2 marta burib to'g'rilab olamiz yo'liga va yana orqaga yurib qo'yamiz ozgina. Mana shu oq chiziqning ustiga balonimiz chiqishi kerak bo'ladi. Mana chiqdi. Bu yoqda ham chiqdi, bu yoqda ham chiqdi. Mana bu yoq tomonda ham anchagina masofa qoldi. Bundan keyingi videolarda siz uchun aynan kerak bo'ladigan imtihon fishkalarini videolarini qo'yib boramiz. Bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Murojaat uchun quyidagi telefon raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Parvoz avtomaktabi har doim natija bilan gapiradi.